Ichki blok nima degani aslida bilasizmi? Bu siz biror narsani xohlaysiz, lekin ichingizda nimadir sizni to'xtatadi. Masalan, pul xohlaysiz, lekin ichingizda menga emas, pul qiyinchilik bilan keladi. Pul so'rashdan uyalaman yoki pulni qabul qilishdan uyalaman degan ovoz bor. Munosabat xohlaysiz, yaxshi sevgida munosabat xohlaysiz, lekin ichingizda men baribir tashlab ketishadi yoki men yaxshi munosabatda, sevgida menga yaxshi gapirishlarga loyiq emasman degan ishonch yashirin turadi. Mana shu ichki blok hisoblanadi. Ichki blok ko'pincha bolalikdagi gaplardan, og'riqli tajribadan va o'zimizni past baholashdan paydo bo'ladi. U sizni himoya qilayotgandek tuyuladi. Aslida esa o'sishingizni to'xtatadi. Shuni tushuning, muammo tashqarida emas, natija nega kelmayotganini ichingizdagi ishonch hal qiladi. Ichki blokni ko'rgan odam hayotini o'zgartirishni boshlaydi. Sizga oddiy qilib tushuntirish uchun siz nimadir maqsad qo'yyapsiz va o'sha maqsad qo'ydingiz, harakatni boshladingiz, lekin ichingizda nima ovoz bor? Misol uchun katta daromadga chiqish xohlayapsiz, ichingizda menda baribir o'xshamaydi degan ovoz bormi yoki menga kelmaydi yoki mendan bu pul tortib olinadi degan ovozlar bormi? Mana bu pulga nisbatan sizning ichki bloklaringiz hisoblanadi. Qadrlanish mavzusida bo'ladigan bo'lsa, qadrlanish, ya'ni siz qadrlanish xohlayapsiz va hammadan talab qilishni boshladingiz, lekin sizni ichingizda nima bor, nima ovoz bor? E'tibor bering. Meni baribir ham qadrlashmaydi yoki meni qadrimga yetishmaydi deyapsizmi? Bu sizning ichki blokingiz hisoblanadi. Yoki-da munosabatlar bo'yicha siz kimdandir yaxshi sevgida sevib sizni ardoqlaydigan munosabat olishni xohlayapsiz, lekin ham xohlayapsiz, ham harakat qilyapsiz va ichingizda nima ovoz chiqyapti? O'shanga e'tibor bering. U insonni ko'rganingizda nima hislar bo'lyapti sizda? Baribir bu inson menga yaxshi munosabat qilmaydi dedingizmi? Bu sizning ichki blokingiz hisoblanadi.